Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, edem ozmu qanda. Assalomu alaykum. Edem oz vaqtda chiqib qoldimmi qanda? Edem oz vaqtda chiqib qoldimmi qanda? Assalomu alaykum. Muhammad Uyg'ur. Muhammad Uyg'ur. Qanday qavalingiz bilardingizmi? Assalomu alaykum. Qarindoshlar, qanday qavalinglar bilardingizmi? Men toz edem az vaqtda chiqib qoldimmi qanday bo'ldi? Hürmetli qarindoshlar, men so'zimni boshlayveray. Keyin ko'ra qarindoshlarimizni vaqtincha almay. Hozir shu bugun bir ish to'g'risida har birlari bilan mushtan bir 100 turani bir ko'rishay degan shaklda bu naq maydon nimasini ochdim qarindoshlar. Birinchisi shu 2-oyning 24-kuni bütün şu 11 devlette hazır nim boğana 11 devlette şu naq maydanda guvallık veriş faaliyeti elip verilmekçi. Yani bu guvallık veriş faaliyeti Amerika'daki bir yaş qarindoshlarimiz başlayan bu faaliyet bu 11 devlette birli vaqtning o'zida muşdan naq maydanda guvallık berdiganlar şu devleti turuşluq şu deyilgan o'ringa berib şu yerda naq maydanda guvallık basi bo'ladi qarindoshlar. Hem de 11 devletninki mening bilishimcha Amerika, Kanada, Avustraliya, Norvegiya bormi yo'qmi? Andan keyin Gollandiya, Fransiyaga deyman. Shu qatorliq bir davlatlarda Yaponiya ham bor. Naq maydonda guvallik berish faaliyetini o'rlashtirayotgan qarindoshlar shuning o'zigidagi qarindoshlarımızga bir uchurlarni taqdim etgan. Bu faaliyetga qarindoshlarımızdan aktiv ovoz qo'shib, bu faaliyet boshqa faaliyetga o'xshamaydigan yeri qarindoshlar. Dunyoning har qaysi yerida bir vaqtda bir kunda bo'ladi. Ama bu boshqa guvallik berishga o'xshamaydi, chunki bu o'lchamlik shaklda guvallikniki qanday elish, qanday tartibida xalqaro o'lcham shaklda bayon qilish bu şekildeki nesle talepler var. Şu o'rlashtiruvchi qarindoshlarimiz bu taleplarni aytib guvallik berim degan qarindoshlarimizni aytib ölçemlik yerde o'tdag'izib ölçemlik şekildeki kamera ölçemlik şekildeki oq ko'rinish bilan bu önemli faaliyetni ilib boradi. Şu an bu faaliyetga dunyoning har qaysi yerlaridagi qarindoshlarimizningki şu faaliyet bo'ldigan rayondagi qarindoshlarimizni aktiv ovoz qo'shishni bununla bir şekilde bir ovoz qetishni umid qilamiz qarindoshlar. Bu birisi, ikkinchisi şu Adil Mejit haftasi bo'layotdi bu yil mayapda. Bu mamda tünügün akşamının yağı başlandı bu faaliyet qarindoshlar, mana ko'rdinglar. Bizning Arslan qarindoshimiz başladı. Ondan keyin Xalmurat qarindoshimiz, Kuzat qarindoshimiz, Tumares ve şuna o'xshagan nayte yaş aktiv qarindoshlarimiz bununla ovoz verdi qarindoshlar. Bununla yetakchilik qilib nayte yaxshi shaklda bu Adil Mejit haftasi bilan to'xtab qolmaydiganligi, bundan keyingi keladigan har sohada xizmat qilib, xalq uchun xizmat qilgan, ko'zi ko'rmagan farzandlarni, ya'ni donliq kishilarimizni şu her haftasiga birdan shularga o'rin berib, bir fursat berib, shularning haftasiligini qilmoqchi. Bu faaliyetga biz hamda yaqindan xalq bo'lish suhbatimiz bilan yaqindan moslashib, bir şekilde mayli ovozliq olsun, mayli ko'rinishlik olsun degan o'lcham bo'yicha shu mayli Free Adil Mejitni, Meteo Uyg'ur degan rasmini ko'rsatib turib, bir şekilde bizning xalqimizning biz bilgan Adil Mejit hammamizga tanishlik bo'lgan bir komediya artistimiz hamda nayt hammamizga suyib ko'rdik, nimalarni yaxshi anglaydik. Şu başdan oxiri şu epizod tuguncha hammamizni xushal qildi. Nayt bir yaxshi xalqimiz uchun bir xizmat qilgan bir qarindishimiz. Onun uchun
Bunun için bir guvalık verişimiz gerek. Hem de makinişimiz müştağlap kaldı. Bunun için bunu bir şekilde Yakumuz ünlüsüzlenmeyen devamı bize okşaş. Yakumuz bir şekilde bu kırınışımıza erkinlik gerek, bu kırınışımız nimi tutsa degen şekilde bir hitap şeklinde olsun, nimi şekilde olsun. Yukarıda şu kırındaşlarımız üretken uslup boyunca bir desek buna ait yaxşı oldu kırındaşlar. Bu paketlam biz üzümüzden lam urtuqallarını ne qo'yib emas, o'zimizning urtuqallarini qilish bilan birga bu qarindoshlarimizniki bir kuniga 5 minut ya 10 minut vaqtimizni ajratib qo'ysak, nayt yaxshi bo'ldi. Bu fikr ijtimoiy uchurdagi ijtimoiy jamoat fikri mushtaq tarqilish orqali ko'p sonli qarindoshlarning o'ttirib chiqib bu masalani o'ttirib qayta takrorlashi bilan unkeni kun tartibga keladi. Burun ayna 2017-yili vatanimizda yangi lager boshlangan vaqtida hammamiz untinsiz turib oldik. O'tirg'i chiqadigan adam yo'q, xalqimizning ovozini anglamadik. Bugun qo'yib bir ayat qo'yib bir dedik. Mana bugungi kunga bir yildan keyin qanday bo'ldi? Xitoy qo'yib berish turmoq, ya'ni nurg'un odamlarimizni tutib nimaga jazolarga so'lavadi, nurg'un qarindoshlarimiz shehid bo'ladi, qarindoshlar. Shunga bu yerdagi masala bu xalqarалық axborotni kun tartib turishi siz bilan bizning o'tirg'ish bu masalani oshkorishimiz bilan siz bilan bizning necha o'nimiz necha yuz mingimizning necha millionimizni o'tirimizni dasturib xitoy tajovuzchilari sening nima ish qilyapsa ma uyg'ur degan bizmi uyg'ur mana ma uyg'ur erkinlik kerak ma uyg'urning o'zining haq huquqini qo'g'dish kerak degan narsani biz anglata olsak anandan keyin bizning ovozimiz xalqaro axborot vositalarida kun tartib turadi. Shuning uchun buni anglatish uchun şahsen minin, Xalmuratning, Yakubning buning ishi emas. Bu hammamizning ishi. Bu hammamizning ishi. Hammamizning urug' tuqqanlari va qarindoshlari shu Xitoyning jazo lagerida turibdi. Shuning bilan birga biz eng muhimda ko'zga ko'ringan bir shakldagi qarindoshlarimizni kun tartib tutib tura olishimiz nihoyatda muhim. Onun için meyli Adil Mecit haftası olsun, Xalmurat G'upur haftası olsun, meyli başka danlıklarımızdaki nurgun edip, nurgun alim alim nimit değil kardeşimizin ismi alim Uyghur Soft'ninkine ayım kılan şu karındaşlarımız olsun kaysı olsa iş kılıp biz bildiğin bu gün tertipte Erkin Asya Radyosu ya aşkarı ilan kılınan karındaşlarımızınkine biz çoğu bir gün tertip ekilip şunların davasını her haftada anlatıp duruşumuz pek mühim. Şunun için tüygen karındaşlarımız bu mesele üstüde meyle Xalmurat olsun, meyle Arslan kardeşi, meyle Kusat olsun bu mesele yaxşı meselelerini oturup koyup anlatlayan onun tekrarlaştan menin hacetimiz yok. Ama şunu tavsiye kıldığımız karındaşlar biz hazır Xitayla axbarat uruş kılıvatımız. Axbarat yani bu teşviqatda ma bizden kılıvatkan yollavatkan esna Xitaylarning zaten künigin neçilik edimi köre bu uçurlarını yüzüge tatip qayaga qanday oladi, qanday tadbir olamiz, qanday qilamiz degan shaklda bo'ladi. Bu narsani ko'may qolmaydi. Bu narsani Xitoylar emas, biz butun dunyoga ko'rsatamiz-ku. Butun dunyoga ko'rsatamiz, mayli turk qarindoshlarimiz olsun, mayli arabcha olsun, mayli dunyoning har qaysi biz biladigan tillarda olsun, buni anlatishimiz, buni cho kengri shaklda taqitishimiz va bu shaklda cho davomli kun tartibning ustida mushu o'zimizning masalasini anlatib turish, buni nurg'unlagan ovoz bilan 5'imiz, 10'imiz bir grup bulup yoki 100'imiz bir grup bulup bir şekilde bunu künügi şekilde bunu oturup koyuşumuz ma qani ma adam qani bu adamning nima gunohi va buning sababi nima bu tarbiyalashga muhtojmi sen degan bu nimaga muhtojmi buning ideologiyasi ashqulliq bormi deganga o'xshash shaklda cho'q narsalarni qo'yib biz bejonda turishliq chet el muxbirlarga bir gap deb berishimiz kerak manda deb haqiqatni Xitoyning bayonotchidan savol qo'ya oladigan bir narsalarni o'tirib chiqib berishimiz kerak. Buni chiqadigan sil bilan biz qarindishimiz. Shuning uchun biz bu yerda mayli Adil Mecit haftasi qilayli, mayli boshqa qarindoshlarimiz haftasini qilayli. Qanday bo'lmasin bu kun tartib narsalarga ovoz berishimiz kerak. Ovoz qilishimiz kerak. Bu nima deb, voy bu anda olib, manda olib deb buni teran qilib turmay, mana inshaalloh tunigan boshlagan bo'lsak, kelar haftaning 4-gacha, ya'ni bir hafta vaqtimiz bor. Qarindoshlar bir şekilde bunu kun tartib turib, davomli bu şekilde yeni-yenilab, yani qayt yo'llig'imizni yana qayt etsi, yani bir qitim yo'llab qo'ysak, uning ziyni olmaydi. Herkes bir ig'irchilik ish emas. Hozir shu biz davatgan, qilayotgan ishimiz faqat axborot urushi. Bu axborot bizning hozirgi eng yaxshi qurolimiz. Bu quroldagi o'q nima deganda kunki yangi mazmun, yangi narsalarimiz kun-kuniga ijtimoiy uchrashuvlarda ham bekirlash, taqib turish. Bular Twitter'dagi tungan kayna biz Arslan qarindishimiz taqatgandan keyinki Twitter'da bo'lgan night aylanish, night buni ham bekirlash, ko'rish nimasi jihatdan bo'lsin, night
yuqori seviyeге chiqdi qarindoshlar. Bugun hamda bugun aytning ichida cho'qim boshqa kanallarda bu to'g'riliq xabarlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Shuning uchun bizning harakatimiz kanallarni, axborot vositalarini harakatga keltirdi. Shuning uchun qarindoshlar buningda bo'shib qoladigan, umidsizlanib qoladigan, u bu deb buning nima foydasi bo'lar yoki mening kuchim qanchalikdi deb o'zimizning kuchiga sal qarmayli. O'zimizni cho'qim har bir ishni qila oladigan, hammamiz imkoniyatimizga yarasha ish qila olamiz. Hammamizning o'zimizga loyiq kuchimiz bor. Bu kuchimizni hammamiz bir yerga to'plashimiz kerak. Bu to'plashimiz mana bizning hozirgi shu ijtimoiy uchur vositalari orqali bir yerga to'plana olamiz, bir yerga taqit olamiz qarindoshlar. Shuning uchun vaqt munosabati bilan oxirida gapimni to'xtataman qarindoshlar. Gapimni uncha uzatishning hech bir ahamiyati yo'q. Yana birisiga eng oxirida qarindoshlar bugun 2-21 kun ekan, ana tilimizni xotirlaydigan, qutlaydigan bir kun. Hammaning ana til bayramiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.